Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televiziyon görüşler. Bu qatimda haftalık istiqlal xabarları programımızga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'rif jamiyati Chankaya shaharlik hukumatga 3 xat yo'lladi. İstanbul'da faaliyeti buluyotgan Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti Şarkı Türkistanlıklar namıdan Çankaya şehirlik hükümetke narazılık bildirip 3 xat yolladı. Türkiye Ankara'daki Çankaya şehirlik hükümeti Zamanıvi Sanatlar Merkezi'de 29. sentabr günü Xitay Medeniyet Haftasi namı aslida faaliyet elip bargan bulup Çankaya şehirlik hükümetinin bu qilmishiga İstanbul'da faaliyeti buluyotgan Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti narazılık bildirdi. Ve işgalci Xitayning zulmini çekivatgan Şarkı Türkistanlıklar namıdan Çankaya şehirlik hükümetiga 3 xat yazdı. Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyetining Xitay Medeniyet Haftasi namı aslida faoliyat o'rinlashtirgan Ankara Çankaya şehirlik hükümetiga yozgan 3 xatida mundaq deyilgan. Hürmetlik Alper Taştilan başliq. Şehirlik hükümetingizning hamkorligi bilan elib berilayotgan ve hükümetiniz dairesidagi Çankaya şehirlik hükümeti Zamanıvi Sanatlar Merkezi'de 2014 yılı 29. sentabr günde Xitay Medeniyet Haftasi namı aslida bir faaliyet başlanganligidan vaqif boldik. Bu faaliyetning nomidanmi ma'lum bo'lganiga o'xshash, bu faaliyetning tüp maqsadi ishg'olchi kommunist Xitay rejimining tashviqotini tarqatishdan iboratdir. Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklarining urf-odati, madaniyati va tarixiy asari atiqalarini yo'q qilish uchun kuch ishlatayotgan Xitay rejimining Türkiye'de Xitay urf-odati va madaniyatini to'nitishga boshlashi va buningga Çankaya şehirlik hükümetinin hamkorlashishi orqali ularga fursat yaratib berishi Sharq Turkistonliklarni nihoyatda afsuslantirmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi zulmlari davom qilmoqda. Yana bir tarafdan Türk madaniyati va tarixi yo'q qilinmoqda. Tarixdan buyon Türk islom madaniyatining bo'shki bo'lgan Qashqar shahrida 2010 yildan beri boshlangan ve 2015 yılı puturgan şehirleştiriş hizmeti bahanasida şehirning Türkçe siması ve tarihi yo'q qilindi. Şehirning tarihi madaniyat yodigarliklari tamamen o'chirib tashlandi. Bu siyaset sabablik faqat Qashqardilla 220 ming Uyg'ur Türkiye ko'chtirildi. Xitoy Sharq Turkistonning boshqa rayonlaridagi tarixiy o'rinlarni vayron qildi. Uyg'urlarning madaniyati va urf-odatlarini yo'qotish uchun turli siyosatlarni chiqarmoqda. Xitoy madaniyatchi emas, balki madaniyatning dushmanidir. Ya'ni Xitoyning assimilyatsiya siyosatlarining davom bo'lgan din, til va madaniyat ma'rifidan uzoqlashtirish, Uyg'urlarning kimligi va madaniyatini yo'qotish orqali ularni xitoylashtirish, surgun qilish, besim, cheklama va hujumlar bilan o'limga va qamoqqa hukm qilish jazolari hali ham davom qilmoqda. Xitoy davlat siyosatining xususiyati shuki, Uyg'ur turklarining erkinlik va haq-huquq talabi davom qilgan sari besim, cheklama ve hücumlarını küçeytip devam kılıdı. Türk milleti mayli şallık Osmanlı mezgilde bolsun, mayli Kurtuluş uruşida bolsun, Türk milletinin karakteriga, dini itiqadiga, milli erkinligiga zıt bolgan rejimlerinin tuproqlarini işgal qilishni qabul qilmaganligiga o'xshash, Musulmon Sharq Turkiston xalqimi kommunist Xitoy rejimiga qarshi turdi, qabul qilmadi va hali ham ko'rishini davom qilyotdi. Buningga tarixdan buyon yuz bergan mustaqillik kurashlarimizdan boshqa Tegi bir qancha yil ilgari maydonga kelgan 5-iyul Urumchi vaqasi shahiddir. Sharq Turkistonda Xitoy zulmi hali ham qattiq davom qilmoqda. Musulmon Sharq Turkiston xalqi har turli vahshiy besim iskanjalarga va zulmlarga duchor bo'lmoqda. Ularni Xitoydan farqlantirib turgan diniy hayot o'lchami cheklanib, til va madaniyat yodigarliklari qattiq besimga duch kelmoqda. İşgalchi kommunist Xitoy rejimi musulmon Uyg'ur turklariga qarshi ijro qilayotgan bu umumiy qirg'inchilikni dünya ammasining ko'zidan yo'shirin tutish uchun har xil aldamchilik va saxta tashviqotlarni ishga solmoqda. Yuqorida nomi zikr qilingan Xitoy Madaniyat Haftasi degan so'zmi shu xildagi o'yinlarning bir namoyandasidir. Biz Turkiyada yashayotgan 300 ming musulmon Uyg'ur qarindoshlarimizga vakolatan bir ommaviy tashkilot bo'lish sifatimiz bilan sizning shaharlik hukumatingizda turk qarindoshlarimizga haqorat qilgan bu o'yinni buzib o'tishingizni va Xitoyning o'yinchiqi bo'lmasligingizni talab qilamiz. Sap Türk milletining ovozi bilan ish peshiga kelib, Türk milletiga xizmat qilishni o'zining shuari qilgan shaharlik hukumatingizga sharaflik Türk milletining obrazini xunuklashtiradigan bundaq faoliyatlarni o'rinlashtirishingizning hech munosib bo'lmaganligini eskartimiz va bu Xitoy maymun o'yiniga tizdan xotimi berishingizni talab qilamiz. Bu faoliyatga qarata bizning asosiy e'tirozimiz tuvandikcha.
Birinchi, bu faoliyatning Turkiyada echilishining oddiy bir madaniyat faoliyati emasligini, qo'li qonga bo'yalgan Xitoy rejimining Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlariga ega bo'lgan va quchoq ochgan asli turk millatini go'llashga va aldashga qarata planliq va sistemalik bir o'yinning bir qismi deb qaraymiz. Ikkinchi, soxtapoz Xitoy rejimining bu xil aldamchilik faoliyatlari buningdan keyin yana qayerda bo'lsa-bo'lsin qarshisida biz Sharq Turkistonliklarni ko'radiganligini va buningga hargizmi yo'l qo'ymaydiganligimizni, buningga o'yinchoq bo'lgan shaharlik hukumat va tashkilotlarni afsus bilan ayiblaydiganligimizni va norozilik bildiradiganligimizni, xoinlik qilgan hamkorlashuvchi shaharlik hukumatlarni axborot vositasi orqali aziz turk xalqiga shikoyat qildiganligimizni jakarlaymiz. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati idoriy hay'ati. Juma Tahir vaqasiga chetishliq 3 mujohidga sud hukm qilindi. İşğalçı Xitay dairələri Xitaypərəst Molla Cuma Tahirning o'ltirilishiga chetishliq 3 nafar mujohidga Qashqar viloyatlik atalmış O'ttir xalq sud mahkamasida sud hukm qildi. İşğalçı Xitay dairələrə oid Tangritog to'rining 29-sentabr dushanba kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitaypərəst Molla Cuma Tahirning o'ltirilishiga chetishliq 3 nafar mujohidga Qashqar viloyatlik atalmış O'ttir xalq sud mahkamasida sud hukm qilingan. Xabardan qaraganda yillardan beri Sharq Turkiston musulmonlarining diniy e'tiqodini xitoylashtirishga hassa qo'shib kelgan Xitoyparast mollalardan Juma Tahirni o'ltirgan G'ani Hasan, Nurmuhammad Ablamat va Atavulla Tursun qatorliq 3 nafar mujohidga 28-sentabr yakshanba kuni Qashqar viloyatlik O'ttir xalq sud mahkamasi sud ochgan va birinchi sudda ularga atalmış terrorchilik tashkiloti qurish, rahbarlik qilish va qasddan odam o'ldirish qatorliq jinoyatlarni ortgan. Shundaqla G'ani Hasan bilan Nurmuhammad Ablamatni o'lim jazosiga, Atavulla Tursunni muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan. Xabarda G'ani Hasanning terrorlik qilish maqsadida Nurmuhammad Ablamat va Atavulla Tursun qatorliq bir qancha kishini yig'ib tashkillagan qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullangan, zo'ravonlik, terrorlik, din asabiyligi ideyalarini qabul qilib, tashkilot qurgan va badan chiniqtirib, vatanparvar diniy zotni o'ldirishga suiqasd planlagan deganga o'xshash ishg'olchi Xitoy doiralarining Sharq Turkiston musulmonlarini atalmış terrorchilik va zo'ravonlikka bog'lash orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosadagi oldin qiliblashtırib olgan safsatlari ilgari surilgan. İnsani haq huquqning, bo'libmi Uyg'urlarning kishilik haq huquqining qilchimi hurmati va qadr-qimmati qilinmaydigan Xitoy sud mahkamalarining bu qatimqi sudi haqidagi xabarda sud qonun bo'yicha javobgarlarning turli da'vo huquqiga kafolat qildi ham ularga advokat taklif qilib berdi. Har soha ammo sudni sirtdan angladi deyilgan. 1 oktyabr kuni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar ishg'olga qarshi namoyish olib bordi. İşğalçı Xitay təcavüzçilərinin Şərq Türkistanda işğal qılıb alğanlığının 65 yilligi münasibəti bilan dünyanın hər qaysı yerlərindəki Uyğurlar Xitay təcavüzçilərinin özləri turuşluq dövlətlərdəki konsulxanası aldida namoyish olib bordi. İşğalçı Xitay təcavüzçilərinin Şərq Türkistanda işğal qılıb alğanlığının 65 yilligi münasibəti bilan dünyanın hər qaysı yerlərindəki Uyğurlar Xitay təcavüzçilərinin özləri turuşluq dövlətlərdəki konsulxanası aldida namoyish qildi. Türkiye, Amerika, Germaniya, Şvetsiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarining o'rinlashtirishi bilan elib berilgan namoyishlarda Xitoy tajovuzchiligi qattiq ayblandi va bu kunning Uyg'urlar uchun bayram emas, balki motam kuni ekanligi ta'kidlandi. Shundaqla bu qatimliq namoyishlarda yana Xitoy doiralari 23-sentabr muddatsiz qamoqqa hukm qilgan professor doktor Ilhom To'xtining gunohsiz ekanligi va uning darhol qo'yib berilishi kerakligi ta'kidlandi. Qozog'iston Olmatadagi Uyg'urlar bo'lsa bu kunni motam kuni e'lon qilib xotirladi. Har qaysi davlatlardagi namoyishga ishtirok qilgan namoyishchilar qo'llariga Sharq Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'i bilan Xitoy tajovuzchilari tomonidan o'ldirilgan shahidlarning rasmlarini ko'targan holda tajovuzchi Xitoy doiralarining Sharq Turkistonni besib olgandan buyon elib berayotgan zo'ravonliklarga qarshi o'zlarining Xitoyga bo'lgan g'azab nafratini ifodalab, har xil shuarlarni to'lashdi. Shundaqla namoyishchilar o'zlarining Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan g'azabini ifodalab, Xitoy bayrog'ini ko'ydirib la'natladi va Sharq Turkiston ishg'olidan buyon Xitoy tajovuzchilarining zulmida shahid bo'lgan barliq shahidlar uchun duo qildi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Ilhom To'xti masalasida bayonot e'lon qildi. Uyg'urlardan chiqqan inson haqlari kishilik huquq tashabbuschisi doktor Ilhom To'xtiga muddatsiz qamoq jazosi berilganligiga qarata Türkiye Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qildi. Uyg'urlardan chiqqan inson haqlari kishilik tashabbuschisi doktor Ilhom To'xti bu yil 15 yanvarda Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilingan
va 17-18 sentabr kunlari Urumchi O'rta xalq sud mahkamasida davlatni parchalashga urinish bilan ayblanib, sudga tortilgandan keyin 23 sentabr kuni uningga muddatsiz qamoq jazosi berilganligi e'lon qilingan edi. Qonun bo'yicha inson haqlarini talab qilgan bir ilmiy tadqiqotchi ziyolining inson haqlari kuzatuvchilari va chet el muxbirlari qatnashtirilmagan asosda elib berilgan bir taraflama sudda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinishi barliq Uyg'urlarning va xalqaro jamoat ommasining noroziligiga uchradi. Xalqarodagi nurg'un ommaviy tashkilotlar va hukumat organlari Ilhom To'xta apandining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligiga norozilik bildirib, uning darhol erkin qo'yib berilishini talab qilib bayonot e'lon qildi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi 25 sentabr payshanba kuni Uyg'ur professor kishilik huquq tashabbuschisi Ilhom To'xtaning qo'yib berilishi to'g'risida o'zining maxsus to'r betida bayonot e'lon qildi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida mundaq deyilgan: 2014 yili 25 sentabr kuni Tashqi ishlar ministrligi so'zchisi Tanju Belginchining Uyg'ur akademik Ilhom To'xtaning bo'lgunchilik jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinishi haqida so'ralgan bir savolga bergan javobi: Uyg'ur asallik professor Ilhom To'xtaning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligidan qattiq qayg'urdik. Xalqaro sohasida tunilgan muhtaram bir akademik bo'lgan To'xtaga berilgan jazoning xalqaro ommasining kutgan umidiga munosib bir shaklda ko'zdan kechirilishini va Ilhom To'xtaning erkin qo'yib berilishini umid qilamiz. Xitoy doiralari Hong Kongdagi namoyishchilar oldida chorasiz qolmoqda. Hong Kongda kun suri kuchayotgan Xitoyga qarshi namoyishlarda Xitoy soqchilari namoyishchilarga qattiq qo'lliq qilmasdan sukut turishga majburlanmoqda. Hong Kongdagi namoyish Turkiya matbuotlarida qiziq nuqtaga aylandi. Bütün matbuotlar va radio televiziya kanallari Hong Kongdagi namoyish to'g'risida ko'plab uchurlar tarqatmoqda. Hong Kongdagi namoyish Turkiya matbuotlarida qiziq nuqtaga aylandi. Bütün matbuotlar va radio televiziya kanallari Hong Kongdagi namoyish to'g'risida ko'plab xabarlar tarqatmoqda. Mutaxassislarning qarashicha Xitoy doiralari namoyishchilarga qattiq qo'lliq qilmasdan sukut turishga majburlangan. Yangi Shafaq gazetida bu vaqtda e'lon qilingan xabarda mundaq deyilgan: Hong Kongda demokratiya talab qilgan hukumatning demokratiya usul bilan saylanish tarafdori bo'lgan namoyishchilar bilan soqchilar o'rtasida to'qinish yuz berdi. Hukumat binosini qamal qilishga uringan namoyishchilarni tarqatish uchun yosh oqquzish bombasi otdi va ko'plagan namoyishchilar yaralandi. O'tgan hafta Sharq Turkistonda 50 dan ortiq Uyg'ur turki Xitoy kuchlari tomonidan qatl qilingan edi. Yangi Shafaq gazetida Xitoyning Uyg'urlar namoyish qilsa qurol kuchi bilan bartaraf qilayotganligini, ammo Hong Kongdagi namoyishda bo'lsa yosh oqquzish bombasi etish bilan kifoya qilganligi bildirildi. Uyg'ur bo'lganligi uchun o'q otdi, Junguluq bo'lganligi uchun gaz otdi degan temadagi xabarda Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur turklarining eng oddiy norozilik faoliyatlariga qurol ishiltish bilan bilinadi. Hong Kongdagi namoyishchilar Junguluq bo'lganligi uchun ular texmo omadlik deyilgan. Hong Kong alohida ma'muriy rayonining hukumat binosi joylashgan markaziy maydon bilan uning atrofidagi asosli ko'chalar namoyishchilar bilan liq to'lgan. Xalqaro taratquchilarning bugungi xabariga qaraganda, Hong Kongda markazni ishg'ol qilish shuar ostida elib berilayotgan namoyish shaharning kundalik ijtimoiy hayotini palach holga tushirib qo'ygan. Ko'chalar necha minglagan kishidan tarkib topgan namoyishchilar bilan to'lib toshgan bo'lib, 200 dan ortiq ko'cha avtobusi shahar markazidagi yo'llardan yo'nalishni almashtirishga majbur bo'lgan. Hong Kong pul muomala idorasi 20 bankining namoyish bo'layotgan o'rindagi 36 sho'basining vaqtli xizmatdan to'xtatilganligi bildirildi. Hong Kong ma'rif nazorati namoyish bo'layotgan rayonlardagi boshlang'ich o'rta maktablardagi o'quvchilarning bexatarligini ko'zda tutib, darslarining vaqtli kechiktirilganligini bildirdi. Doirlar namoyishchilarga qarata to'sib etilgan yo'llarni ommaviy qatnash vositalari, jiddiy qutqizish mashinalari va o't o'chirish mashinalari uchun echib etishga chaqiriq qilindi. Namoyishchilar rayonning rahbarlari saylab chiqilgan 2017-yildagi saylamda nomzodlarning Beijing nomzod belgilash komitetining ijozatini elishi to'g'risidagi qonunga qarshi chiqmoqda va saylamning demokratiya usulida xalqaro o'lchamga uyg'un holda elib berilishini talab qilmoqda. Namoyishchilar Hong Kongning 2017-yildagi rayon boshlig'ini belgilash saylamida erkin saylam o'tkazish huquqini qo'lga keltirmaguncha namoyishni to'xtatmaydiganligini bildirishgan. Yaponiyaning NHK TV televiziya kanalida bildirishicha, namoyishchilar dushanba kuni kechidami Hong Kongning iqtisodiy rayonini egallab olgan. Namoyish jarayonida soqchilar bilan namoyishchilar o'rtasida to'qinish yuz berib, 52 kishi yaralangan. Dushanba kuni atiganda namoyishchilarning soni 10 mingdan oshib ketgan. Namoyishchilar yo'llarni to'sib, atrofni qamal qilgan. Xabarda bildirilishicha, 10-oyning 1-kuni chorshanba davlat bayrami bo'lib, namoyishchilarning boshlig'i davlat bayrami kuni jarayonida namoyishni davom qilishni planlaganligini e'lon qilgan.
xabarlarga qaraganda juma kundan buyon davom qilayotgan namoyishga shanba kuni 10 mingdan ortiq kishi qatnashganligi ilgari surildi. Ammo namoyishchilar boshlig'ining axborotlariga bildirishicha, namoyishga 60 mingdan ortiq kishi qatnashgan. Namoyish boshlangan juma kundan buyon hozirgacha 78 kishining tutqun qilinganligi ilgari surildi. BBC'ning xabarida bildirilishicha, mutaxassislar Beijingdagi Kommunist partiya rahbarlari demokratiyani yoqalab elib berilgan namoyishning Xitoyning o'xshamagan joylariga kengayishidan andish qilayotganligini ilgari surdi. Namoyishchilar 2017-yildagi saylovning demokratiya usuli bo'yicha o'tkazilishini, hozirgi hukumatning iste'fo berishini talab qilmoqda. Hong Kongdagi namoyish qanday yuz berdi, nima maqsadda elib berilyotdi? Bu namoyish Xitoyning boshqa shaharlariga mo kengayish ehtimoli bormi? Saqchilarning namoyishlar bilan qarshilashmasdan chekinib ketganligini ilgari surilmoqda. Hong Kongdagi namoyish haqida fikr bildirgan Turkiya Strategiya tushunchalar institutining mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi, Hong Kongdagi namoyishning xalqning demokratiya usulida erkin saylam elib berish huquqini talab qilib namoyish qilayotganligini, bu namoyishning Hong Kongdagi demokratiya va erkin bir rayonda yuz berganligini, Xitoyning ichki shaharlariga kengayish ehtimolining yo'qligini bildirdi. Erkin Akram, agar Xitoy doiralari Uyg'ur namoyishlarini bostirgandek Hong Kongdagi namoyishni qonliq bostirib qolsa, dunyoning ig'ir besimi ostida qolganligini, buni tushunib yetgan Xitoy doiralari namoyishlarga qattiq qo'lliq qilmasdan sukut turayotganligini ifodaladi. Erdo'g'an Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qattiq tanqidladi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an dunyoning 5 davlatdan cho'ng ekanligini bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga doimiy a'zo 5 davlatning so'zi bilanla ish elib berishning vaqti o'tganligini va bu adolatsiz sistemaning amaldan qoldirilishi kerakligini ta'kidladi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdo'g'an kichik bolalar o'layotgan va o'ldirilayotgan bir dunyoda hech kim ma'sum emasdir. Hech kimning jon bexatarligi yo'qdir. Hech kimmo tinch va rohat ichida bo'la olmaydi dedi. Mazlumlarga qarata qo'shbislik va kichik bolalarning o'ldirilishiga qarshi sukut qilishning butun dunyoda terror oksigenini saqlab qolganligini ilgari surgan Erdo'g'an, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan va xalqaro tashkilotlardan umidini uzgan kishilar chorisizlik va umidsizlik ichida terrorizmning qiltiqiga tushyotdi dedi. Erdo'g'an Birlashgan Millatlar Tashkiloti bexatarlik idorasi 69-navbatlik markaziy yig'inda so'zlagan nutqida rayon va yer shari xarakterlik voqealarga munosabatli ko'z qarashini o'ttirg'a qo'ydi. 69-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti markaziy yig'inining 1914-yilda boshlangan 1-dunyo urushining 100-yili mezgilda elib berilayotganligini tilga olgan Erdo'g'an, 1-dunyo urushiga sahna bo'lgan jo'g'rafiyaning oradan o'tgan bir asrdan keyinmi muqimlik, huzur, tinchlik va oromlikqa texi erishalmaganligini afsuslangan holda ko'rib turyapmiz. Iroqdan Suriyagacha, Falastindan Yamangacha, Misrdan Liviyagacha, Afg'onistondan Ukrainagacha bo'lgan keng bir jo'g'rafiya qattiq krizlar ichida insonning vijdonini echishtiradigan voqealarga sahna bo'lyotdi dedi. 21-asrda insonlarning texchi ochliqdan, yuqumli kasalliklardan o'layotganligini, kichik bolalar va ayollarning urushlarda vahshiylarcha qatl qilinayotganligini tilga olgan Erdo'g'an munolarni so'zildi. Dunyoning boy davlatlari rohat farog'at ichida yashayotgan bir mezgilda nomrod davlatlar ochliq, nachar uzuqliq, yuqumli kasalliklar, ma'rifsizlik masalalariga duch kelyotdi. Iqlim o'zgarishi dunyomizning va kichik bolalarimizning kelgusini tahdid qilgan bir omil bo'lib, insonlikning qarshisida qattiq bir imtihon bo'lib turibdi. Bu manzara inson sifatiga yarashadigan bir manzara emas. O'ttirda butun insonlikni va albatta Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bevosita mas'ullikka tortadigan bir masala bor demakda. Bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 69-navbatlik markaziy yig'inda yana bir qatim shuni ta'kidlashni xohlaymanki, kichik bolalarning o'layotgan va o'ldirilayotgan bir dunyoda hech kim ma'sum emasdir. Hech kimning jon bexatarligi yo'qdir. Hech kimmo tinchlik va rohat ichida bo'la olmaydi. Faqat o'tgan yili dunyo miqyosida 5 yoshdan tuvan 6.300.000 kichik bola hayotidan ayrildi. Suriyadagi urushda 17.000 kichik bola hayotidan ayrildi. 375 kichik bola yaralandi. 19.000 kichik bola eng oz deganda bir a'zosidan ayrildi. Bu yil ichida Falastinning faqat G'azza shahrida eng ilg'or va o'ltiruvchi qurollarning bevosita nishoni bo'lib 490 nafar kichik bola qatl qilindi. 3000 bola yaralandi. Bu qatliamlarning dunyoning ko'z oldida elib berilganligini ta'kidlagan Erdo'g'an, kamera va apparatlarning oldida, ya'ni dunyoning ko'zi oldida qirg'oqda o'ynayotgan, bog'chalarda yugurayotgan, maktablarga, jami masjidlarga kirgan, eng bexatar yerda bilingan onalarning quchqiga yepishib olgan kichik bolalar vahshiylarcha yo'q qilindi.
Falastinda kichik bolalarning, ayollarning, hatto meyiblarning qatl qilinishiga dunyoning diqqatini tortishga uringanlarni jim turg'izish uchun birmuncha markalarning ishlatilganligini ochiq ko'rib turyapmiz dedi. Bu pozitsiyaning O'rta Sharqdagi butun haqsizliklarga qarshi qilingan e'tirozlarga qartilganligini bildirgan Erdo'g'an so'zini mundaq davomlashtirdi. Iroqda, Suriyada ishlanayotgan jinoyatlarga va Misrda demokratiyaning qatl qilinishiga e'tiroz bildirganlar yana birmuncha nohaq va asli yo'q tuhmatlarga duchor bo'lyotdi. Shundaqla terrorizmga yordam berish bilan tuhmat qilinayotdi. Axborot erkinligi yo'q deb ba'zi davlatlarni qiyosiy tanqid qilganlarning Falastinda o'ldirilgan 16 nafar muxbirni ko'rmasligi, axborot a'zolariga qilingan besimni anglamasligi yarshari xarakterlik vijdon egalarining diqqatidan saqit bo'lmaydi. Nihoyatda uchuq so'zlayman. Kichik bolalarning o'ldirilishiga, begunoh ayollarning paskashlarcha qatl qilinishiga, xalqning ovozi bilan saylangan iqtidorning qoral va tanklar orqali harbiy inqilob bilan og'dirilishiga qarab turganlar, sukut qilganlar, e'tiroz bildirmaganlar bu insonlik jinoyatiga ochiq oshkora o'rtaq bo'ladi. Texmi muhimi, zamonaviy dunyo tarafidan yeyilgan bu qo'shpislik o'lcham nurg'un xalq ommasi nazarida jiddiy bir ishonchsizlik barpo qilmoqda. Hozirning o'zida biz ichida turayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, xalqaro organ va tashkilotlarga qarshi vijdonlarda hosil bo'lgan ishonchsizlik tuyg'usi adolat tuyg'usini zedi qilmoqda. Millionlarcha insonni umidsizlikka elib bormoqda. Bugun qarama-qarshi duch kelayotgan xalqaro terrorizmning bix surishidagi eng asosiy manbalarining birimi dal mushu ishonchsizlik tuyg'usidir. Mazlumlarga qartilgan qo'shpislik o'lcham, kichik bolalarning qatl qilinishiga qarshi mas'uliyatsizlik butun dunyoda terrorizm oksigenini saqlab kelmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan va xalqaro tashkilotlardan umidini uzgan avom jamoatlar chorisizlik va umidsizlik ichida terrorizmning qiltiqiga tushyapti. Erdo'g'an yana dunyoning 5 davlatdan cho'ng ekanligini bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga doimiy a'zo 5 davlatning so'zi bilan ish elib berishning vaqti o'tganligini, bu adolatsiz sistemaning amaldan qoldirilishi kerakligini ta'kidladi. Parklarda koşuşturan, okullara, camilere sığınan, en güvenli yer bildikleri annelerinin kucağına kıvrılan çocuklar acımasızca yok edildiler. Filistin'de çocukların, kadınların, hatta engellilerin katledilmesine dünyanın dikkatlerini çekmeye çalışanları susturmak için bir takım yaftaların kullanıldığını da ibretle izliyoruz. Irak'ta, Suriye'de işlenen cinayetlere, Mısır'da demokrasinin katledilmesine itiraz edenler yine bir takım haksız ve asılsız ithamlara maruz kalıyor, anında teröre destek vermekle itham ediliyorlar. Çözüm konusunda daha hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları kurulmalı. Birleşmiş Milletler doğruyu savunma konusunda çok daha cesur olmalıdır. Hürmetli izleyiciler, haberimizin ahırda bir e'lon bildirimiz. Şarq Türkistan Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti heyetining 2 kunlik kuni, yani yakshanba kuni heyetining 2 kunlik kuni soat 1dan 4gacha Zaytunburnu shaharlik belediye, yani shaharlik hukumatninki şu o'ylisidan kirib dengiz sahiliga tushgan yerda bütün Sharq Turkistonliklarni İstanbuldagi barliq sho'balar birlashib shu yerda keng ko'lamlik bir cho'ng yetlishish faoliyati o'rinlashtirdi. İnşallah barliq qarindoshlarimizni bu faoliyatga taklif qilamiz. İnşallah nihoyatda ko'p qarindoshlarning qatnashishi kutilmoqda. Yani 2000 dan ko'p qarindoshlarning qatnashishi kutilmoqda bu faoliyatga. İnşallah barliq qarindoshlarimizningki bu yerga kelishini Ma'rif jamiyati alohida umid qilganligini bildirdi. Bunu bildirish bilan qadrli qarindoshlar, biz Istiqlol televiziyasidagi barliq mas'ullarimiz va barliq ish xizmatchilar hammaylan sizlarningki bu muborak oldimizda shanba kuni kelayotgan bu muborak Qurban hayitinglarni tabriklaymiz, qizg'in chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shundaqla Alloh subhanahu va taoladan barliq qilgan amallaringlarni qurbonlik boshda bo'lish bilan birga qabul qilishini Allohdan tilaymiz. İcabetlik dualarınlarda bizler için hem dua kılışınlarını ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.